Assalomu alaykum. Qo'qon shahar Yangibozor Limkasidan video obzor qilyapmiz. Ko'p akalarimiz traktorlarni so'rashgandi. Traktorlarimizdan yetib keldi. 7 ot kuchli traktorlarimizdan original variantlardan yetib keldi. Baklari 5 litrlik har xil variant bilan bor. Narxlarni tanishtirishni boshlaymiz. Keyin ko'p akalarimiz beda o'raygan so'rashgandi. Mana beda o'rayganlarimizdan yetib keldi. Pichoqlari 1 metrlik variantda. Salarkali bezli variantdan bor. Kimga qiziq bo'lsa narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Xo'p, beda o'rayganimizdan boshlaymiz. 7 ot kuchli 173 motor salarkali variantda rasxodlari 500 gram rasxod qiladi. Salarka rasxodlari, pichoqlari original pichoqlar qo'yilgan 1 metrlik 90 santimetrligidan emas, 1 metrlik pichoqlari. Hop, balonlari tosh balon, original balon. Ko'rishlaringiz mumkin. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari $650. Hozirgi paytda narxlari bezli variantini so'ragan akalarimizga mana bezli variantlari, shu pichoqlari buni ham 1 metrlik katta variantda pichoqlar qo'yilgan 90 santimetrligidan emas. Motorlari 170 motor, original motor qo'yilgan. Nasli datchilari bor o'zida. Narxlari $550 dan qilib beramiz kimga qiziq bo'lgan bo'lsa. Dastavkalarni kelishilgan holatda qilib beriladi. Hop, 7 ot kuchli motorlarimiz, motor shell, pichoqlari 32 ta, balonlari 410, nasli filtrlari originallari qo'yilgan. Kattasidan yo'llari uzun. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, narxlari 3.500.000 so'm. Avangard firmaniki bor. Balonlari 410 balonda qo'yilgan. Buni ham balon nasli filtrlari katta. Ko'rishlaringiz mumkin. Narxlari 3.300.000 so'm. Bachoklari 3 litrli variantda so'ragan eski versiyada traktorchamizdan ham bor. Avangard firmasiga tegishli. Bunimizning narxi 3.200.000 so'm. Pichoqlari hammasiniki 32 talik. Nasli datchilarigacha bor.